Hop, assalomu alaykum qadrli treyderlar. Davom etamiz. William Gann texnikasi bo'yicha tillarni analiz qilishda. Hop, va nihoyat biza kutgan uровеньga bozor уже keldi. 5182 ni biza necha efirlardan beri, даже mamitdan beri bozor уже mamitdaligida ko'ryapsizlar. Necha efirdan beri aytyapman, shu bozor 5182 ga borishini Gann texnikasi bo'yicha analiz qilingan deb mana ko'rishingiz mumkin. Oldingi efirdagi o'sha YouTube kanalida berilgan obzor bu. Shu bozorni hattoki pastga tushib, pastdan chiqishini analizi berilgan. Keyingi уровеньga borishini va buni yaqqol ko'rishingiz mumkin. Mana bozor tushib, keyin o'tdan demak chiqqan. Juda ham kuchli yaxshi natija bo'lgan. Va odatdagidek kim bizning prognozlarimiz, ya'ni ko'rsatlar analizlarimiz bo'yicha foyda qilgan bo'lsa, tabriklaymiz. Xo'p, hozirgi holat bo'yicha D1 grafikida bu korobka kvadratgan bo'yicha ko'ryapmiz, keyin korobkani ko'ramiz. Xo'p, kvadratgan bo'yicha hozir mana bu уровень demak bizda aktualniy bo'lib turibdi. Agar buni yorib chiqadigan bo'lsa, zakrepleniyadan keyin уже keyingi уровень maksimalniy zonaga yana borishi mumkin. 5559 5560 larga kuzatishda demak davom etamiz. 1 soatlik time frame ga o'tadigan bo'lsak, 1 soatlik time frame da mana o'tgan safar buni ham ko'rsatgan edim. Shu bozor mana bu uguldan yorib chiqqandan keyin katta ehtimol bilan 5095 ga bozorga kelishini taxmin qilgan edim. Mana kuzatgan auditoriyadagi odamlarni ko'rishgan bo'lsa kerak, bu ham demak juda ham o'zini samarasini berdi. Mana shu yerdan o'tgan safar ko'rsatgan edim. Bozor 1200 va hozirgi holat bo'yicha 2000 pips tepaga yurib bergan. Va hozirgi holat bo'yicha 1 soatlik time frame da kvadratgan sistemasi bo'yicha bozor hozir mana bu ugulga kelsa kerak va bu uguldan yorib chiqadigan bo'lsa, o'sha sekin asta o'sha lokalniy maksimumni, historiskiy maksimumni обновлениясini ko'rishimiz mumkin. Uning uchun demak kuzatishda davom etamiz. Endi korobkaganga o'tamiz. Korobka sistemasi bo'yicha ham o'tgan safar mana bu yerdaligida bozorni biza 5138 ga borishini taxminini berganmiz, ko'rgansizlar. Va bu ham o'zini oqladi. Bu yerda ham shu holat почти kvadrat bilan bir xil holat, o'sha keyingi ugulga mana bu yerga va уровень сопротивления 5388 ga bozor kelishi mumkin. Bu holatda bizda qanaqadir korreksiyadan keyin sekin asta kelishi mumkin. Kuzatishda davom etamiz. Hozircha D1 grafikida qisqa muddatli o'suvchi trend demak shakllanmoqda yana. Hop, 1 soatlik time frame ga o'tamiz. 1 soatlik time frame da mana juda ham ideal ishlagan holatni ko'rishingiz mumkin. Demak, men Telegram kanalida ham buni aytganman, kuzatgan muxlislar bilishadi. Demak, mana bu ugulga ahamiyat beramiz. Hop, men aytgan edimki, bu uguldan yorib chiqadigan bo'lsa, bozor katta ehtimol bilan 5153 ga borishini taxmin qilganman va buni prognozda ham aytganman. Va bu ham 100% demak natija bergan. Va ko'ryapsizlar, hozir bu yerda ham bizda уже 5153 zakrepleniya bo'lgan. Va keyingi level bizda hozir ближайший 5278 va ugulimizga bozor borib o'tdan qanday atskok bo'lishi mumkin pastga va keyingi zona уже 5403 ga demak prognoz beryapti. No bizda va novostilar vaqti bugun 13:30 degan. Kuzatamiz qanaqa novosti chiqishiga qarab, yangiliklar chiqishiga qarab, bu 13:30 Xnis vaqti bilan berilgan, demak Toshkent vaqti bilan 6:30 bo'ladi. Shuni aytib o'tmoqchiman, mana bu Gann uровеньlar demak bo'ladi, indikatorlar bizani o'zimiz yasagan indikatorlar, demak bizda o'qiyotgan o'quvchilarga bepul beriladi yoki keyin bevosita ularni adminga murojaat qilib olishingiz mumkin. Qanaqa qilib ishlashini demak tushuntirib beriladi. Xo'p, endi покупkaga keladigan bo'lsak, qayerdan покупkaga kirish mumkin? Maslahatimiz mana bu zona kelgandan keyin aktualniy zonalar demak bizda 5020 va
5000 zonalar ekan. O'sha yerdan demak qanaqadir покупка bo'lishi mumkin. To есть hozir bozor diskomfort zonada turibdi. To есть o'sha bozor tepaga chiqib ketgan. Mani fikrim bo'yicha sal atkatdan keyin qanaqadir покупка qidirsa yaxshiroq bo'ladi. Hop, onlayn, offlayn o'quv kurslari bizada qaytib aytaman tashkil qilingan. 5 tagacha o'quvchi o'g'imiz quyidagi raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Ko'ryapsizlar, bozorni qo'ldan kelgancha professional analiz qilyapmiz. Siz ham demak buni o'rganishingiz mumkin. Like bosib qo'yamiz, kanalga obuna bo'lamiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.